Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana kosmetolog Angelina. Bugun aloe ampulalari haqida gaplashamiz. Aloe ampulalari nimalarga yordam beradi, kimlarga mumkin emas va qachon ta'sir qiladi? Aloe ampulalari eng yaxshi yordam beradigan xususiyati bu poralarimizni yaxshigina toraytirib beradi. Kimni yuzida ugrilar bo'lsa, qisqa muddatda emas, albatta uzoq muddat ishlatganda zo'r natija beradi. Aloe ampulalari bunaqangi chuqur ajinlarga ishlamaydi. Faqatgina ko'zni atrofidagi mayda ajinlar bo'lsa yoki bunaqa kesetniy ajinlar bo'lsa yaxshi ishlaydi. Aloe ampulalari sivırtka o'rnida ishlatiladi. Ya'ni qanaqa? Yuvdik, tonik qildik, uni ketidan aloe ampulalarni surib qurishini kutamiz va ustidan krem suramiz. Ertalab kremni ustidan albatta SPF, kechasi krem surib uxlaymiz. Aloe ampulalarni ikkita minus tarafi bor. Birinchi minusi unaqangi arzon ampula emas. Chunki har safar bitta to'liq ampula ketadi. Ertalab, kechqurun уже bir kunda ikkita aloe ampulasi ishlatasiz. Bir pachka olsangiz 5 kuningizga yetadi. Aloe ampulasini natijasi esa kamida 2-3 oy surgandan keyin bilinadi. Va shu minus tarafiki tez ta'sir qilmaydi. Aloe ampulalari bilan askorbinovoy kislotani qo'shib ishlatishni maslahat bermayman. Chunki ikkalasi ham ampula, bilmaymiz ikkalasi qo'shilgandan keyin qanaqa reaksiyaga kirishishini. Yokida bo'lmasam aloe ampulalarini masalan 4 ta faslda ham ishlatishimiz mumkin. Lekin askorbinovoy kislotani faqat kuz-qish oylarida ishlata olamiz. Shu uchun eng tinchi, xohlasangiz askorbinovoy kislotani o'zini alohida ishlating va buni o'zini alohida ishlating. Lekin yaxshi sivırtka, chunki o'zim ishlatib ko'rganman. Umid qilamanki, bu video ham foydali bo'ldi. Barchangizni yaxshi ko'raman. Paka-paka.